Nimaga bunaqa ishlar qilib yuribsan? Nima qilibdi ishimga? Boshqa qizlarga o'xshab fohishalik qilib yurgandan ko'ra mana shu ishimni qilib yurganim yaxshi. O'zgarib ketibsan ekan. Bu hayotda hamma o'zgaradi. Mayli, men ketishim kerak. Choy uchun rahmat. To'xta, uyingga o'zim tashab qo'yaman. Mani uyim yo'q. Kir. Oho, uying chiroyli ekan. Bitta o'zing yashaysanmi? Da, bir o'zim yashayman. Akam bilan hali ham yarashmadingmi? Yo'q, hali o'shandan beri akamni ko'rganim yo'q. Tushunarli. Nima bu? Faqat narsalarimga tegma. Tushunmaysan baribir. Nimaga tushunmas ekanman? Juda ham yaxshi bilaman bu narsani nimaligini. Sen hozir 3200 ta odamning kartasini uzlab qo'ygansan. Yaxshi, agar xohlasang birga ishlaymizmi? Mayli, faqat 50-50. Ishni boshlayman-da. Kishsi Qancha? 7. Любишь, не любишь, это не важно. Ты обманула, я тебя дважды. Сердце кричит, голос сопрано. Я слишком поздно, а ты слишком рано. В душе агония, боль, хочет он на реванш. Готов бежать за тобой, я хоть и до Ла-Манша. Не могу дышать, но сердце знает, как хочу кричать, что это значит. Только мы одни на целом свете. Верили в любовь, любовь навеки. Не могу дышать, но сердце знает, как хочу кричать, что это значит. Только мы одни на целом свете. Верили в любовь, любовь навеки. Вместе, разница. Asal, Песня, Asal, куплет за куплетом. Asal. Сердце кричит, Абонент аппарат управления. Идете к хозмату Арестан, Таскарда больше аппарат абонента возможно держишь меня без ножа. Ты прям по-живому. Давай начнем все, пожалуйста, по-другому. Не могу дышать, но сердце знает, как хочу кричать, что это значит. Только мы одни на целом свете. Верили в любовь, любовь навеки. Не могу дышать, но сердце знает, как хочу кричать, что это значит. To'xta. Agar yana qaytib kiradigan bo'lsang, keyin akang ham yordam bera olmaydi. Tushundingmi meni? Akam? Assalomu alaykum, komandir. Va alaykum assalom. Tanimadim. Hozir qo'lingizga bir yaxshi bola tushgan. Hacker. Shu bolani akasimi? Yaxshi odamlar bu yoqda o'tirmaydi. Gapingiz to'g'ri, komandir. Lekin bu dunyoda yomon insonni o'zi yo'q. Xato qilgan insonlar bor. Xato qilgandan keyin badalini to'lash kerak. Mana badalini olib keldim. Ya'ni yetkazilgan zararni ortig'i bilan. Alo, e'lon bo'yicha telefon qilyotgandim. Menga ijaraga uy kerak edi. Ha, ko'chada qolib ketdingmi? Nima qilganing bu? Meni qanaqa ahvolda tashlab ketganingni bilasanmi? Yosh bolamisan, o'zingni bosib ol. Ikkalamizni kirib ketganimizda kim olib chiqardi bizani? O'zingcha aqllisan-da, chiqmaganimda nima bo'lardi? Pullarimni nima qilding? Pullarim? Pullarim emas, pullarimiz. Xotirama, yaxshi joyda turibdi. O'tirma o'shinaga. Esnam maktab paytlari o'qishdan qochib yurardik. Balki o'sha paytlar o'qiganimizda bu ahvolda yurmasdik. Ben buradan ayrılamam, şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır, kancık bir pusulam. Katlandım imanlar bokuna. Hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura.
seninki ayazsa inan bizimki ömür değil. Yaktık gençliğin her yanını, yanan bu gençlik kömür değil. Her yanlış eder bir mermi, bu da sanma ki kimseye ödül değil. Düşman saplasa hançerini, dostum var bu da bize ölüm değil. Koşarız ölüme bu da sorun değil. Çukurdayız baba. Xitoy qayerga ketasiz? Ovqatga o'zingiz menga yechib beraman, men mamlakatga yuboraman. Endi normalmi? Yo'q, baribir sovuq o'tolman. Uyimga ketaman, Yandex chaqir, biznes chaqirgin, komfort chaqirib o'tirma yana. Xo'p, hozir chaqiraman. Mayli jonim, yaxshi yetib oling. Bo'pti, meni qornim ham och. Uyimga bu narsa zakazdan qilib qo'yarsan. Xo'p bo'ladi. Alo, Uyingga yetib oldingmi? hozir keldim. Ovqatim nima bo'ldi, keldimi? Bor bo'ldi o'sha uyingizga. Bo'pti, gaplashamiz ertaga. Mayli, yaxshi dam oling.